bir yordamchi kelsa-yu shu qo'limdan ishlarimni olsa-da. Boshlanma. Senga gapiryapman, Mishko, bir reaksiya ham bildirmaysan, ha? Tinchlik so'z. Ketdim. Qara, bir narsa desang qochadi. Ya yoshi o'tgan aka uylanmasin. Dasturxon boshga to'g'ri ovqat ham yeyolmaysan, ha? Nima qilyapsiz? Ona emas bu. Tozalayapman. Ha, kechqurun singlim tozalab ishga ketgan paytim. Nima tozalashim kerak ekan? Hoy, singil bo'lsa ham akasining xonasiga kirmaydi kechqurun. Xotining bo'lganda o'zi tozalab qo'yar edi. Ey, to'xta. Bugun qarindoshlarda tug'ilgan kun bo'lyapti. Endi seni chaqirdim. Rahmat. Hayotga bormayman bu yoqqa. Butun dunyoni siyosat qolib, meni g'iybatim bo'ladi. Qachon uylanasan? Qachon uylanasan? Hey, to'xta. Qayerga ketyapsan? Dugonalar bilan aylangani. Akangni ham olib ket. Men nima qilaman bu bilan? Ko'rsat. Bu dunyo faqat futbol, kontrdan iborat emasligini ko'rsat. Dugonalaring bilan tanishtir. Ketasizmi aka? Masalan, dugonalaring bilan parkka borib bat tutamanmi? Ona uylanaman, o'shani men bilib turibman. Tezroq ana shu Euraziya Motorsdan bitta mashina olib olayin. Agar olsam, sen uylanaman. Kaklar, boshlanish 30% to'layman, bo'lib qolgan 5% to'lab yurayman. Yoki Jizzax BYDdan BYD bo'lsa o'raymi? Hozir zapravka ochirib tur balobatar qilgandan ko'ra elektromobil bo'lsa o'raydim. Menga uylan, keyin bilganingni qil. Hey! Ishing hal bo'ldi bolam. Nima bo'ldi? His ko'ndi. Vani qo'yadi, uy deganda quloqdagi paxtalar o'nlik. Tamam, onang hal bo'ldimi? Qachongacha yurasan mana shunaqa qilib, ha? Ha, o'zlariga gapiring. Hey, uni ishi hal bo'ldi. Sen qachon uylanasan, ha? Qutuldim. Yoruliga kelin boshing kibo bilan kelib